Assalomu alaykum. Men hozir Ismi Azam kitobidan vasvasa davosi haqida o'qib beraman. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar: agar o'zingda biror noxushlik sezsang, quyidagi oyatni o'qi. U avval, oxir, zohir, botirdir. U barcha narsani biluvchidir. Yana bir Kofirun surasini uyqudan oldin o'qi va mudraq bosguncha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovat ayt. Agar odam bolasi sajda oyatini o'qisa va sajda qilsa, shayton undan yig'lagan holda uzoqlashadi va deydi: odam bolasi buyurilganda sajda qilib jannatga erishdi, men esa bosh tortdim, menga esa do'zax bo'ldi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deydilar: insonlar shak qilib butun olamni Alloh yaratdi, uni kim yaratgan deysalar, shunday quyidagi oyatni o'qinglar. Ey Muhammad, ayting: Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad. Alloh yagonadir. Alloh behojat, lekin hojatbarardir. U tug'magan va tug'ilmagan ham, shuningdek unga biror tengqur ham yo'qdir. So'ng chap tarafga 3 barobar turib, shaytonning yomonligidan panoh tilasin. Assalomu alaykum. Men hozir Ismi Azam kitobidan vasvasa davosi haqida o'qib beraman. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar: agar o'zingda biror noxushlik sezsang, quyidagi oyatni o'qi. U avval, oxir, zohir, botirdir. U barcha narsani biluvchidir. Yana bir Kofirun surasini uyqudan oldin o'qi va mudraq bosguncha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovat ayt. Agar odam bolasi sajda oyatini o'qisa va sajda qilsa, shayton undan yig'lagan holda uzoqlashadi va deydi: odam bolasi buyurilganda sajda qilib jannatga erishdi, men esa bosh tortdim, menga esa do'zax bo'ldi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deydilar: insonlar shak qilib butun olamni Alloh yaratdi, uni kim yaratgan deysalar, shunday quyidagi oyatni o'qinglar. Ey Muhammad, ayting: Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad. Alloh yagonadir. Alloh behojat, lekin hojatbarardir. U tug'magan va tug'ilmagan ham, shuningdek unga biror tengqur ham yo'qdir. So'ng chap tarafga 3 barobar turib, shaytonning yomonligidan panoh
tilasin. Assalomu alaykum. Men hozir sizlarga umidsizlik, xafalik, qayg'u g'am uchun davo bo'ladigan surani o'qib beraman. Sharh surasi biror idishga yoziladi. Yozuv qurilgach, gul suvi bilan yuvib ichiladi.